tars qilib urishdi-da. Hammaga salom. Xudo xolasa bugun biz bitta chiroyli lokatsiyaga xudo xolasa boramiz, razvedka uchun va bu joyi oti Go'shtsoy lokatsiyasi deb nomlaymiz. Endi u yerda Archazorlarga o'xshagan joy ekan va uni joylashgan joyi Angrendagi Lashkarak bilan Sinigoriyadagi ikkita joyi orasida joylashgan ekan. Xudo xolasa bugun boramiz. Kuzatib boringlar. Mana biz o'sha Go'shtsoy degan joyga keldik. Mana o'sha soy va Archazorlarning boshlanishi va biz mashinani mana shu yoqqa qo'ydik. O'rmonlar xalq boyligi, o'rmonda olov yoqish, chiqindilarni tashlash, daraxt kesish va ruxsatsiz mol boqish rejimni buzganlar javobgarlikka tortiladi. Shu o'rinda bitta narsa aytmoqchiman-da. Agar sizlar garelka olib keladigan bo'lsanglar, unda ishlatsanglar bo'ladi ovqat pishirish uchun. Faqat iltimos qilib so'rab qolaman, iloji boricha axlatlar, chiqindilar bo'ladigan bo'lsa, uni hammasini o'zingizlar bilan olib ketinglar. Chunki tabiatimiz juda chiroyli-da. Endi uni biz asramasak, hech kim asramaydi. Va hamma yon musor qilib tashlash ham chiroyli emas. Biz mashinani bu yoqqa qo'ydik-da va o'ng yo'l bilan внедорожникlarda tepagacha chiqsa bo'lar ekan. Qancha balandga ko'tarilsa, shuncha manzara chiroyli bo'lyapti va daraxtlarning anaqasi ham ancha chiroyli bo'lib, daraxtlarni qaranglar qanaqangi Archazorlarning zo'rligini. Bularni karta bo'yicha buni orqasida undan ham qalin daraxtzorlar bor ekan. Hozir o'sha tarafga ketyapmiz, xudo xolasa boramiz. Lekin men bu Archazorlarga bitta baho beringlar. Nima deyapti deydi-yu. Energiya qolmagan o'sha. Bormi energiya? Bormi energiya? Timur? Конечно, как аккумулятор работает. Ага, как аккумулятор. Hamma charchagan. Hozir biz tepadan chiqayotganimizda 4 ta vaynini ko'rib qoldik-da. Ular aytishyapti, past tepadan turib, qaytinglar deyishyapti. Keyin men ularning yoniga borib, bilmayman-da ular hali vaynimi, vaynni emasmi. O'shaning uchun bir ko'rmoqchiman, borib, bitta o'zim borib ko'ray, sizlar bilan gaplashib ko'ray deb chiqyapman hozir. Endi to'g'ri Tojikiston chegarasiga yaqin joy. Ko'ramiz endi. Ruxsat bersa zo'r bo'lardi. Bo'lmasa ular bilan ruxsatnoma bor-da, Ohangaronniki menda. Shunaqa. Hozir chegarachi aka bilan gaplashdim-da va ular aytdilar, ilojisi bo'lsa hozir u yoqqa chiqmanglar, bizdan buyruq kelgan deb aytdilar-da ular. Keyin bizda yo'q, bizda Ohangaron ruxsatnomalari bor deb aytsak ham ular aytishdiki, hozir endi bilasiz, aka, anaqa Navrozga yaqin usileniya bo'lyapti. O'shaning uchun hozir qaytib ketganinglar ma'qul deb aytdilar. Bu yoqlarning hamma yog'i loy, tepalarga chiqsangiz, mana bu yoqda bundoq ko'rib olsam, loyi qanaqaligini. Biz hozir sekin endi ular tepaga qarashar ekan-da. Tepadagi tog'larga qarashar ekan. Biz endi sekin pastdagi soy bo'ylab yurishga harakat qilamiz, soy bo'ylab. Xudo xolasa soy bo'ylab ham agar chiroyli manzaralarni ko'rsak, sizlarga olib beramiz video. Mana hozir biz o'sha Go'shtsoy soyiga tushib oldik. Va sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchi. Mana buni qaranglar. Bitta baho beringlar. U Ispaniyada emas, hech Italiyada ham emas. Bu bizani O'zbekistonda, Go'shtsoyda. Вообще zo'r, qaranglar. Shundan pastimizda soy. Hozir biz pastroq yurib, yana yurib ko'rmoqchimiz-da, qanchadir masofa. Chunki tepada ruxsat tegmadi. Endi pastdan aylanib ko'ramiz. Lekin juda ajoyib qilingan ekan. Mana temirda, temirni karkas qilib, qotirib, polni. Keyin chetlariga toshlar qo'yib terib chiqishgan-da. Mana qaranglar. Bu yerda fil bor ekan. Filmi bu, nima balo bu? Bu yerdan turib, mana bunaqasiga zinada chiqsa bo'ladi. Va bu yerda hovuz ham bor ekan. Qaranglar. Hovuz.
Endi bu suvi вообще alohida tema. Naryoqda soy, bu yerda tapchalar ham bor ekan. Menimcha bu yerda bahorda tam salqinda kelishga juda zo'r joy bo'lishi kerak bu yerlarga haqiqatdan. Va biz o'rmonga qarab, nariyoqqa qarab ketyapmiz. Sizlarga zo'r narsa ko'rsataymi? Mana buni qaranglar. Voy, nefrit ko'lachi xijolatda buni yonida. Mana bu quyi nefrit, nariyoqda verniy nefrit ko'llari. Ana ikkita tog' orasidan suv oqadigan joy bor, o'shanga o'xshaydi. Baliqlar suzyapti bu yerda. Вообще zo'r. Bitta cho'milsanglar, hamma soch poshlari to'kilib qolmaydi-da. Hech nima qolmaydi, qaranglar. Nega? Hamma kasallik ketadi. Hamma kasalliklarni davo deydi-yu. Biz aytganlar hammasini teskari shutdi-da. Bilasizlarmi, hozir biz shunaqa joy ko'rsataman. Ana manzaragacha bitta baho beringlar-da. Hozir orqada ikkita yo'l bor edi. Yo u yoqqa yo bu yoqqa edi. Biz bu yoqqa tanlovdik. Mana shu joyga keldik. Kimnidir dachasi-da. Hozir endi biz tepaga mabata chiqib, yana sal bu yoqlarni aylanish niyatimiz bor. Shunaqa. Ohangaron o'rmon xo'jaligi 15-nazorat hududi 24-25-kvartallar. Va endi mana manzaralarga bitta baho beringlar. Qaranglar, nima deyapti bu? Voy! Lekin bunaqa chiroyliligini men kutmagan edim. Qaranglar. Chiroyliligini. Bu yerda mashinada ham kelsa bo'lar ekan. Mana qaranglar. Voy! Mana biz o'rmonni ichkarirog'iga ham kirishni boshladik. Mana qaranglar. Ancha daraxtzorlar ko'payib, archazorlar ko'payib, manzaralar ochilyapti. Endi katta ehtimol bilan tepada ko'rgan vayenniylarimiz pastda ham bor ular ham. Endi ular sal ichkariroqda bo'lishi kerak. Hozir biz o'sha yoqqa qarab ichkariroq kiryapmiz. Agar bizdan qaytarib olishsa, o'sha yerdan sekin qaytib kelaveramiz. Endi bu razvedka joyi o'rganish maqsadimizda. Agar turistlarga yoqadigan joy bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, bu yoqqa olib kelamiz. Hozircha bu 50 yillik bo'lib turibdi. Mana wow degan joy ko'rganim yo'q ekan hozircha. Stop, to'xta. Chegara mintaqasi borderline. Kirish, ish va boshqa faoliyatni olib borish DXX chegara qo'shinlari tomonidan beriladigan ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. Mana o'sha joy. Endi bu joy lokatsiyasini masalaga bir aytib qo'ysam. Xo'p, mana manzaralarni ko'ryapsizlarmi? Takoy manzaralar. Va pastda bitta budka bor. Mana uzoqda. Montaj paytida yaqinlashtirib beraman. Mana shu yoqqacha agar sizlarni Ohangarondan beriladigan ruxsatnoma bo'lmasa, kesinglar bo'ladi. Bu yerdagi manzaralarni tomosha qilsanglar bo'ladi. Undan bu yog'iga, mana bu yoqdan tepalariga chiqib ketganinglarda, uje ruxsatnoma kerak bo'ladi. Ana archazorlarni qaranglar. Endi masalaga to'g'risini aytaman. Bu joy Lashkarakka yoki Sinigoriga borganinglar afzalroq bu yoqqa kelgandan ko'ra. Chunki bu yerda birinchidan chegarachilar juda ko'p. Tepada ham bor, pastda ham bor, bu yerda ham bor. Va keyin unaqa janu wow degan atmosferasi ham yo'q-da. Masalan, O'zbekistonda aylamagan joylar qolsa, o'shanda bu yoqqa bir kelib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Atak boshqa payt uncha emas. Mana Jiliya ham keldi, hozir intervyu beradi. Bermayman deyapti. Necha baho berasiz? Bo'pti, Jiliya 10 dan necha? 6. Timur? The same. The same. 6. Sardor? 6. Yangi joy bo'lganda shu. Endi men 2 beraman, lekin 2 baho. Unaqa wow degan anaqa ham yo'q, lekin yo'qki bo'lmasa biz ko'p yurmaganimiz, ham roza bo'lganimiz, suv ichmasdan, keyin biz o'zimizcha cho'qqilarni zabt etamiz deb cho'qqilarga chiqib olib, keyin bizda yaxshi ham o'sha vayniylar qaytardi bizani. Yo'qmasam biz osilib qolar ekanmiz. Hozir bu yerda biz motivatsionniyalar qilib qarab o'tiribmiz-da.
buzoqladi, qaranglar. Вот. Agar bu joyga kelmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, Trek Gone Food degan Telegram kanalda bo'ladi. Qiziqsanglar, bu yoqqa kelib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Har doimgidek pasportni olinglar, chunki pasport olmasanglar bu yoq xato. Ohangaron ruxsatnomasi bo'lsa zo'r. Bayram oldi ham kelmanglar bu joylarga. Вот. И pastda shunaqangi bitta tapchani ko'rdim. Endi kimnidir dachasi ham bo'lishi mumkin. Va o'tda lekin boru soy oqotdi, tapchanlarda uxlashli joy. Wow, boru. Hamma narsani ibtidosi bo'lgani kabi intihosi ham bo'ladi. Va biz mashinaga ham mana kelib oldik. Endi natija biz kutganday bo'lgani yo'q. Unaqaja zo'r o'rmonni ham ko'ra olmadik. Afsuski va uni ustiga yetmaganda bu yerda naryoqda bitta aholi, местный aholi nima bo'lardi? Mahalliy aholidan bittasi aytdilar-da, sizlar qatlaga bordinglar. Keyin bizga tushuntirib berdi. Biz mana joylarga bordik. Desak, keyin ular aytdilar, "Mana joyga bormadinglar, mana bitta sharshara bordik" dedilar. Keyin yo'q desak, "Ha, hali yoshsizlar, hali ko'p borasizlar" deb aytdilar. Ne короче bizdan dabit qildilar-da, mana chiqmagan joydan umid qilib tarsaki qilib tars qilib urishdi-da. Xomush qaytib yotuvdik o'zimizni mana qarorga. Zo'rg'a kelib. Ha mayli. Agar bu yoqqa kelmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, просто ko'rib ketishga yomon joy emas. Mashinada agar внедорожникlar bo'lsa, ancha-muncha joygacha bemalol mashinada bora olasizlar. Bemalol borib, tam ovqatlar tam pishirib o'qisa bo'ladi. Ba'zilar bo'ladi-yu, off-road turizmida bo'ladiganlar uchun yaxshi joy, yomon joy emas. Kelib qozon o'chirib, maza qilib ovqatlar pishirsa bo'ladi. Lekin biz uchun unaqa takoy manzara ham bo'lmadi lekin to'g'risi. Lekin baribir ham Gone Food kanalida lokatsiya, treklar har doimgidek bo'ladi. Kelmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz bemalol kelib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar va YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yishni unutib qo'ymanglar. Agar bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib yuboringlar va kommentariyada bitta olovlarim, anaqalarim yozib qo'yinglar. Juda xursand bo'lardim. Вот. Hozir biz oyoq kiyimlarimizni hammasini yuvamiz. Mana bu yerda mashina tayyor. Zavod qilib qo'ydim. Xudo xolasa endi Toshkentga qarab yo'l olamiz. Va unda sizlarni keyingi sayohatida kutib qolamiz.